Mana hozir datchik tekshirish yo'lini o'rgatamiz. Buning uchun bizga tester kerak bo'ladi. Mana testerni ko'rsating. Qarshilikka qo'yib turib, qarshilik rejimini. Keyin testerni tekshirish mumkin mana. Har bir datchikda bunday ochiq joyi bor. Shu ochiq joyga mana klemmalarni tekkizib shunt. Mana hozir 924 ko'rsatyapti. Mana bu datchiklarimiz Gloria modelimizniki 25 gradusdan 10 kilo ohm ko'rsatish kerak. Hozir bizda 25 gradusdan 25 gradus emas xona. Shuning uchun 922 ko'rsatadi. Bu hech qanday farq ko'rsatmaydi, katta farq emas. Bunisi ham 10 kilo ohm ko'rsatish kerak. Mana 938. Har bir datchikni 25 gradusda necha ko'rsatish kerak bo'lgani anu gruppaga tashalgan Excel variant xatolik kodlarida yozilgan hammasi. Shunga qarab tekshirib ko'raverasizlar.